أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik o'quvchilar hürmetlik talibul ilmlar dersga hoş geldinglar. Allah'ın salomı, rahmeti her birisinglarga bo'lsin ve barliq dunyodagi la ilaha illalloh degan mu'min musulmonlarga Allah'ın rahmeti ve salomı bo'lsin. Bugungi dersimiz yanıla o'xshash ilgirki dersimizin davomı ve onunki ahirsi. Çünkü tünügünki dersimizde cemaat bulab namaz o'qishning vacip ekanligi haqida to'xtalgandan keyin cho'qim cemaat bulab namaz o'qigan vaqtda cemaatga bir imom bo'lishninki zarurligi ve o imom qanday bo'lgan vaqtida salohiyatlik, layoqatlik imom bo'ladi, bu haqda to'xtalib o'tgan. Ve eğer ayollar cemaat bu kalsa, ayollarımı cemaat namaz okuyan çağıda onun sepi nedir? Qaysı xil rette, qaysı xil tertipte buludu degen vaxtda ayollarının sepinin en ahırsı bulduğanlıqını biz bayan qılgan. Ve eğer ayollar topluşup gelip cemaat bulab namaz o'qimoqchi bo'lgan vaqtda qanday o'qiydi degan bu haqda dersimizni oxirlashtirgan. Bugungi dersimiz qanday kishi, ya'ni qanday kishiga iqtido qila oladi, qaysi xil odamga iqtido qilishga bo'ladi, uningga iqtido qilish to'liq o'lchamlik qanday bo'ladi yoki qaysi xil holatda makruhlik bilan bo'ladi, biz buni davomlashtirmoqchi. Endi oldingi darsimizda qarab baqinglar, qulning, zina balisining, qarg'uning, bid'atkardining deginiga o'xshagan bir turkum kishilarningki imom bo'lishi makruh degan. Ya'ni xalqqa imom bo'lishi, jamoat imom bo'lishi makruh degan. Yani bugungi dersimizde mutlaq iqtido qilg'ili bo'lmaydigan kishilarning haqida to'xtalamiz. Qala musannif bu haqda deydi: "Va la yaqtadi at-tahiru bi sahibi uzrin." Pakize kişi, yani taharati ba adam, saf, bicirim, taharet ası, taharette taki taharetni sundurduğun amillardan birisi sebeplik sinip ketmeydiğen bundaq tahareti var kişi sahibi özrüsü var adamga iqtido qilsa bo'lmaydi. Çünkü özrüsü var adam şeriatta onun tahareti sinip kesimi, mesela südük tamçılaydigan yoki südük tutanmaydigan ya davamlıq yel yürüşüp duradigan yoki bunu qanaydigan yoki uningda bir jarohat bor, yering bor, jarohat bor bo'lsa, o jarohatdan yering suv eqib turadigan bundaq bir o'zrlik kishi uningga har bir vaqt namozda bir qitim tahorat elib, u vaqt o namazning vaqti chiqib bo'lganga qadar nafl namoz o'qiyamdi yoki farz namoz o'qiyamdi o'qisa bo'ladi degan. Undan keyin endi o haqiqatda tahoratni sundurduğun amil yel yürüyüş yoki südük tamçılash yoki
jarohatdan yering chiqib turish yoki qon to'xtamaslik degan bu xil omillar hamda zurriyat yuzasidan bu o'zri egisi bo'lganligi uchun shariat buning o'zrisini qabul qilib, tahorat bo'lmagan ahvolda tahoratning badab hukm qilib, uni namoz o'qisa bo'ladi degan. Bunda sohibi o'zriga tahorati bor, o'zi saq kishi iqtido qilsa bu bo'lmaydi. Ama başka mezheplerde iktidar kılsımı buludu. Çünkü hükmen tarihte bakışının onu da şeriat onunla ruhsat kılgan boğaçka buludu deydi. Velel qari'u bil ummiye. Qari savatsız kişiye iktidar kılsa olmaydı. Savatsız kişiye iktidar kılsa olmaydı qari. Yani kıraati tecvidi ras, cayda bah, ölçemlik bir adam mutlak namazda kıraatni okumaydigan, yani namaz okuşu gereklik sürülerini okumaydigan, yoki o sürülerini okusimi tecvidi yok bir xil nemisi, ma'nisi o'zgarib ketadigan holatda o'qiydigan, xato, tecvidi buzuq. Bunda kişiye iktidar kılsa bu olmaydı. Velel muktesibil uryani kiyimi var kişi, kiyim kiygen kişi, yalvaç kişiye iktidar kılsa bu olmaydı. Vela men yerka'u ve yescudu bil mumi'i. Şundaklar ruku kılalaydıgan, secde kılalaydıgan kişi işaret kılıdıgan kesellik sebebidir. Ürü turanmaydıgan, yoki ol turanmaydıgan, ama namazı işaret kılıp okuyduğun bir kişiye ruku kılalaydıgan, secde kılgan kişi bu iktidar kılsa olmaydı. Velel mubterizu bil mutanaffile. Feriz okuyduğun kişi, nefle okuyduğun kişiye bunun iktidar kılsa olmaydı. Tüvende bu meseleninki delillerini tuluk etraflık bayan kılmakçı. Ve asluhu enne salatel muqtadi tubtana ala salatil imami sihhaten ve fasaden. Yani bu meseleninki delili yukarıda tahirninki, yani pagızı kişininki sahibi özrüge iktidar kılsa bo'lmaydi deyişimizdeki delili şu ki iktidar kılgıçının namazı imamның namazı kuruludu. O namazdaki imam namazınınki to'g'ri bo'lishi va fasid bo'lishi taraf jihatda. İmamның namazı sahih bo'lsa, yani sahih namazken, yani qabul bo'ladigan namazken bo'lsa, jamoatning namazimi o qabul bo'ladi. Agar imamның namazı fasidken, bulab qolsa jamoatning namazimi fasid bo'ladi. Demak, İmamның namazıga kuruludu bu muqtadining namazı. Şunda bo'lganligi uchun jamoatning mas'uliyati, jamoatning namozininki mas'uliyati shu imamning ustiga yuklangan bo'lg'achqa, imamning namozida qilinadigan talab yuqori talab bo'ladi. O'lcham yuqori bo'ladi. Shu o'lchamga tushmasa muqtadining namoz bo'lmaydi. Buning dalili Peygamber aleyhissalatu vesselam deganligi uchun el imamu daminun, imam degan kepil bo'g'ichi o'zining namozi orqali, ya'ni el ima ay zaminun bi salatihi salatal mu'tammi, ya'ni o'zining namozi bilan mu'tam iqtidor qiluvchining namoziga kepil. İmam namozi orqali iqtidor qiluvchining namoziga kepil. Shuning kepil. Yani imamның namazı kabul, iqtidor qiluvchining namazı kabul, imamның namazı sahih, iqtidor qiluvchining namazı sahih, imamның namazı fasid, iqtidor qiluvchining namazı fasid. Shuning uchun imamның iqtidor qiluvchining namazı sahih bo'lishda yoki buzuq bo'lishda imamның namoziga asoslangan va uning ustiga qurilgan va shuning uylangan bo'lg'achqa cho'qim imam bo'lishda yoki iqtidor qilayotgan muqtada bo'lishda o imomatchilikning va
iqtido qilayotgan shaklini to'liq hazırlash kerak. Va bina'un naqisi alal kamil yajuzu. Naqis, ojiz, kamchil narsani mükemmel narsaga yulash, qurib chiqish bu to'g'ri. Val kamilu alal naqis la yajuz. Endi mükemmel narsani ojiz narsaga ustiga qurish, ojiz narsa ustiga qurib chiqish bu to'g'ri emas. Masalan, bir acizcaq bir yağaçdan birini, yani yağaçdan birini mezmut yağaçga yulasak yoki mezmut yağaçning ustida qo'ysak bo'ladi. Ammo mezmut cho'ng yağaçdan birini kichik yağaçdan biriga yulab qo'ysa bu to'g'ri emas. لأن الضعيف لا يصلح أساسا للقوي. Çünkü aciz narsa degan kuchli narsaning g'uli bo'lanmaydi. G'uli bo'lanmaydi, g'uli bo'lishga nima yaramaydi. Masalan, 10 qavat bino salmoqchi bo'lsak, 10 qavat salmoqchi bo'lgan binoga 1 qavat binoning g'uli bo'lanmaydi. O g'uli bo'lishga ham yaramaydi. Chunki o ko'tarilmaydi. Aşının o'xshagan pokiz adam kamil, kiyimi kiyguchi kishi kamil, farz o'quvchi kishi kamil. Bunda bo'lg'achqa qori degan kamil ham qori savatsizga qaragan chaqda, kiyim kiyguchi yalang'ochga qaragan chaqda, farz o'quvchi nafl o'quvchiga qaraganda pokiz kishi özrülük kişiye qaragan chaqda kuchliroq. Tahorat, pokizlik özrülükdən kuchlik, qorilik savodsizlikdan kuchlik, asos jihatdan kuchlik. Bunda kuchlik bo'lganlik uchun bu durust emas. Li'annahu biqadri nuqsan yakunu bina'an 'ala al-ma'dum. Chunki nuqson qancha bo'lsa, bino yo'q narsa ustiga qurilgan bo'ladi. Qancha nuqson bo'ladi ekan, o bina yo'q bo'ladi. Bina olmaydi. Bina mustahkam bo'lmaydi. Va annahu muhalun. O yo'q, ojiz narsani kuchlik narsani ojiz narsaga qurish bu muhal yoki kamchilik, qanchalik bo'lishi bilan bu yo'q narsaga qurib qilish bu muhal. Unda bo'lmaydi. Hech kim kuchlikni ojizga, cho'ngni kichikka bunda qurib chiqmaydi. Shunda bo'lg'achqa bu durust emas. Va iza urifa haza, bu ish tunilgan bo'lsa, ya'ni bu aniq oydin bo'lgan bo'lsa, biz deymizki halut tahiri aqwa min sahibil özri. Pokizining ahvoli bu özrü egisininkidan kuchli deymiz. Tahirning ahvoli pak adamning ahvoli, ya'ni tahirti va adamning ahvoli özrü egisininkidan kuchli. Chunki sahibul özri bayon dedik, shariat uni ruxsat qilgan bilan zurriyat yuzasidan o yerin to'xtamidi, qon to'xtamidi, tahorat to'xtamidi, suydik to'xtamidi yoki navoqiz, ya'ni tahoratni sundiradigan narsa to'xtamaganligi uchun uning shariat hamda qiyinchilikni ko'tarib o'tish aniqdir. Tahorat asli yana qiyinchilikni ko'tarib o'tish. Birinchi daf'ul haraj, ikkinchi birisi ta'sir qulaylashtirish, uchinchi birisi zarurat. Shunda bo'lganlik uchun uning shariat ruxsat qilgan. Bu ruxsatni asli saq bo'lgan, pok bo'lgan tahorat odamga qiyos qilib bo'lmaydi. Va halul qari'i aqwa min al-ummiyya. Qari'ning ahvoli mu ummiynikidan kuchliroqdir. Chunki ilmni asli qiroat. Ilmda nima bo'lish kerak? Namozda qiroat farz. Qiroat farz bo'lganligi uchun qiroatni yaxshi o'qiolmaydigan, layoqida o'qiolmaydigan kishi bo'lib qolsa, ummiy bo'lsa-mu durust. Ana u qiroatni faqat o'qimaydigan hamda ummiy deb qanday odamni deymiz desa, dindan nimasi yo'q, savodi yo'q, yo Qur'on o'qishni bilmaydigan, Qur'on o'qishdan xabari yo'q, yo biroz suralarni yodamagan kishi u. Bunday odamga qori odamning o'zi iqtido qilsa bo'lmaydi. Va halul muktasi aqwa min al-uryan. Kiyim kiyguchining holi yalang'ochdan kuchli,
Çünkü namazda avratlarni yepish nima farz. Kiyimni kiygan odam avratlarini to'liq yopdi. Yopgandan keyin namozning shartlari hozirlandi, namozning farzlari hammasi mukammal bo'ldi. Urgancha, yalang'ochcha uningda kiyim yo'q. Kiyaydisi-chi. Kiyaydisi kiyim bo'lmagandan keyin uningga shariat zaruratan ruxsat qildi. Qiyinchilikni yo'q qilishni ruxsat qildi. Unda bo'lgan chaqda oning holi yaxshi. Yaxshi bo'lgandan keyin bir farzni to'liq ado qilgan, kamil ado qilgan bir kishi ani ado qilmagan yalang'ochqa iqtido qilsa bu bo'lmaydi. Halul lazi yarka'u va yasjudu aqwa minal mu'min, ruku qiladigan, sajda qiladigan kishining holimi ishorat qiluvchininkidan kuchli. Masalan, bir odam kasalkan imom bo'libdi, namozni ishorat bilan o'qigan bo'lsa, yana bir kishi ruku sujud qila olgan bo'lsa, uning iqtido qilsa bo'lmaydi. Rukusiz qila olgan kishi. Chunki namozda ruku sujud farz, ruku bir farz, sajda bir farz. Bu yerdagi ruku sajdadan iborat farzni qila olgan kishi farzni qilmagan odamdan iqtido qilsa bo'lmaydi. Va halul mubtariz aqwa min al mutanaffil. Farz o'quvchining holimi nafl o'quvchidan kuchliroqdir. Çünkü farz namoz degan albatta asli namoz. Nafl namoz degan to'liqlaydigan, mukammallashtiradigan namoz. Unda bo'lgan chaqda asli namoz o'quvchi, far'iy namoz o'quvchiga to'liqlaydigan, kuchlantiradigan namoz o'quvchi ixtilof bo'lmaydi. Fala tajuzu salatuhum khalfahum. Shunga ularninki uning oqisida namoz o'qishi nima durust bo'lmaydi. U joiz bo'lmaydi deydi. Ama Şafii mezhepte, yani İmam Şafii rahimahullah bununla buludu. Farz okuyan adam, nefli okuyan adamga iqtido qilsa buludu dedi. Qanday desa, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tam namozni o'qiydi, o'qib bo'lib bir qalbiga iqtido qildi. Yani qalbiga iymon bo'ldi. Demak, qalbiga nisbatan namoz xuddan farz namozda Muaz radhiyallohu anhu nisbatan namoz nafl namozdir. Shuning uchun mubtariz mana farz o'quvchi, nafl namoz o'quvchiga iqtido qilsa bu bo'ladi deydi. Endi ruku sajda qilolmaydigan kishi ishorat qiluvchiga iqtido qilsa bu bo'ladi. Bu bir o'rni bor. Masalan, payg'ambar alayhissalatu vassalam oxirgi vaqtlarda namoz o'qig'ini masjidga chiqqan chog'da Abu Bakr roziyallohu anhu payg'ambarga iqtido qildi. Payg'ambar alayhissalatu Abu Bakrga sahobalar iqtido qildi. Mana bu shunday iqtido qilish orqali Rasululloh o'tirib o'qiydi. Ammo Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh iqtido qildi. Abu Bakr roziyallohu anhu sahobalar iqtido qildi. Bu durust. Qala walal mubtarizu biman yusalli fardan akhar. Musannif deydi, farz o'quvchi yeni bilak farz o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'lmaydi deydi. Bir farz o'qiyotgan odam yeni bilak bir farz o'qiyotgan odamga. Masalan, birisi pesham o'qigan bo'lsa, yana birisi kelib asr o'qigan bo'lsa, asr o'qigan kishi oldida pesham o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'lmaydi. Nima uchun? Li'annal muqtadi musharikun lil imam. Chunki iqtido qiluvchi degan imomga shirik bor. Ikkisi shirik ish qilgan bo'ladi. Ya'ni imom bilan muqtadi iqtido qilgan kishi ikkisi bir ishda qilgan bo'ladi. Ammo ma'ning namozi bilak namoz bo'lsa, u ikkisi bir ishda qilgan bo'lmaydi. Fala budda minal ittihad. Unda bo'lsa nima lozim? Birlik lozim. Shu namozning bir bo'lishi lozim. Namoz bir bo'lmasa shirkat topilmaydi. Mao peshim o'qidi, mao asr o'qidi. Asr bilak farz, peshim bilak farz. Ikkisi bilak namoz bo'lsa, qandaqmi uning o'rtasida shirkchilik topilsin. Shirkchilik topilmaydi ekan, imom bo'lishga loyiq bo'lmaydi. Shuning uchun bir farz o'qigan kishi yana bir farz o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'lmaydi. Ammo Imom Shafii rahmatullohi alayh bo'ladi deydi. Imom Shafii rahmatullohi alayh qarashida bo'ladi. Durust bu.
فَاِنْ اَمَّ اُمِّيٌّ قَارِئَيْنِ وَاُمِّيَّيْنِ فَسَدَتْ صَلَاتُ الْكُلِّ. Eğer bir savatsız, hiç nimani o'qimayotgan yeni islom diniga kelgan endi bir dinni o'rganishga boshlagan, texnikichilik bir qiroatni o'qimaydigan, dinni o'qimaydigan bir savatsiz, ikki qori va ikki ummiy, to'rtaylangiga imom bo'libdi. Ikkisi qori, ikkisi ummiy bo'lsa, hammasining namozi buziladi. Hammasining namozi buziladi. Nimishqa hammasining namozi buziladi endi? Chunki ikkisi qori, uchisi jahil, ya'ni savatsiz. Üç cahil, ikki qori boyada, qoriga ummiy imom bo'lgan bo'lsa, qorining ummiy iqtido qilishi bu durust emas, yoki ummiyninki qoriga imom bo'lishi durust emas. Bunday bo'lgandan keyin qorining ummiga imom bo'lishi durust bo'lmaganligi nima? Ummiyning qoriga imom bo'lishi durust bo'lmaganligi uchun o imom bo'lish layoqati yo'q kishi imom bo'lgan bo'ladi, buning namozi buziladi. وقال تجوز صلاة الإمام ومن بحاله لاستوائهم كما إذا انفردوا. Bu iş bilen İmam Bukhari bilen İmam Muhammed bilen İmam Ebu Yusuf mundaq deydi. İmamның namazı durust ve imamның ahvalidagi kişinin namazı durust. Ular beraber bo'lganlik uchun xuddi ular yolg'iz bo'lgan chaqda, hammasi qorilimi o'z oldiga, imomlimi, savodsizlimi, ummiyimi o'z oldiga namoz o'qisa, o chaqda namozi durust o'tdi. Shuning o'xshash imom va uning ahvolidagi kishininki bu durust. İmam Abu Hanifa'nınki qarashida durust emasligida annal jami'a qadirun alal qiraati bi taqdimil qari'i. İmam Abu Hanifa deydi, hammalar qiroatga qodir. Qorini oldiga chiqarish bilan. Asli u yerda qori ummiy kishi qiroat qilmaganligi uchun uning namozi durust emas. Bu namoz durust, qori boyada ummiy kishi o'rniga chiqib olsa, bir farz ayada qolib qolganligi uchun namozi durust emas. İmam Abu Hanifa'nınki hammasining namozi durust buziladi deyishning sababi, hammalar ayada qorini oldiga chiqarsa, qorini imom qilsa, qiroat qilishga qodir bo'ldi. Ya'ni chunki imomning qiroati qorining iqtido qilishini qiroatida. Chunki imomning qiroati ularningki, ya'ni iqtido qiluvchining qiroatida hadis bilan faqat tarakul qiroata ma'al qudrati alayha, ular qiroatni qo'yib qo'ydi. Qiroatga qodir bo'lib turib qo'yib qo'ydi. Asli qiroatga qodir bo'lib qo'yib qo'ydi. Fatabtulu salatuhum, ularning namozi batil. Chunki qiroatni qo'yib qo'ygan bo'ldi, savotsiz turukni chiqarish orqali hammasi qodir bo'lib turib qo'yib qo'ygandan keyin qiroatni qo'yib qo'ygandan keyin bir farz tashlandi. Bir farzda tashlansa qodir bo'lib turib qasdan tashlasa namoz bo'lmaydi. Shu namoz batil. Va ala haza al-ajiz an al-ityan bi ba'd al-huruf. Mushuning asosan ba'zi harflarni chiqarishdan ojiz ketgan kishi mi? Ba'zi harflarni chiqarolmaydigan, masalan tungallar jeni chiqarolmaydi. Ya'ni xalaq deb, ya'ni qeni chiqarolmaydi. Xalaq deydi. Ba'zilar reni chiqarolmaydi, yahman deydigan. Bunda ba'zi harflarni chiqarishdan yoki aklashdan ojiz ketgan kishimi, mushuning asosan u imom bo'lsa bo'lmaydi. Imom bo'lib qolsa, boshqa keynidagi iqtido qiluvchilar hammasining namozi batil. Qalu yanbaghi alla ya umma ghayrahu lima bayyana. Bu ulamalar deydi, bunda kishiga shu harflarni joyida chiqarolmaydigan, maxrajdan joyida chiqarolmagan kishiga o'zining g'ayriga imom bo'lishi nima emas, to'g'ri emas. Biz yuqorida bayon qilgan dalilimizga asosan valima fihi min taqlilil jamoa, ikkinchi birisi buningda jamoatni oz qoldirib turishar. Chunki jamoat iqtido qilmay desa,
imom iqtido qilay desa, oyatni xato o'qiydigan bo'lganligi uchun iqtido qilgisi kelmaydigan, mush sababdan jamoat azlab qoldigan bir ahvol bor. Shunga buning imom bo'lishi to'g'ri emas. Falav salla wahdahu. Endi bundoq odam imom bo'lsa bo'lmaydi ekan, namoz hammasi batil ekan. Yana o adam ba'zi harflardan chiqaranmagandan keyin o ba'zi harflardan chiqara oladigan odam turib, chiqaranmaydigan odam imom bo'lib qolsa namoz batil. Agar bu kishi o'zi yolg'iz namoz o'qisa qanday qiladi? Imkon la yajidu ayatin takhlu an tilkal huruf. Agar o'zi yolg'iz namoz o'qibdi, endi shu harflardan yana shunday ba'zi chiqaranmaydigan tunganlik qopni chiqaranmaydi, xalaq degandek shu harflardan xoli oyatlarni topolmasa bil ijmo joiz. Ya'ni shu o'zi chiqaranmaydigan boshqa harflardan xoli bo'lgan oyatni o'qib qiling desa uni o'qolmaydi. Bunda holat bu holda u joiz. Va in vajada va qara'a bima fihi tilkal huruf tapalibdi. Va in vajada tafta. O chiqaranmaydigan harf yo'q oyatnimi, ya'ni yaxshi o'qiy oladigan oyatnimi tepdi va uningda shu harflar bor o'qibdi. Bunda bo'lsa ba'zan ulamolar jejuz durust kal akhras yusalli vahda gachiga o'xshash, o'zi yolg'iz namoz o'qigan gachiga o'xshash durust dedi. O'zi yolg'iz namoz o'qigan bo'lg'achqa durust. Va qila la yajuzu kal qari iza salla bi g'ayri qira'a. Bu durust emas. Qiraatsiz namoz o'qigan vaqtdagi qoriga o'xshash deydi. Masalan, qoridan birisi qiraat qila oladi, lekin qiraat qilmay namoz o'qigan bo'lsa, uning namozi qabul emas. Beparda harakatga bo'ldi. Shuning uchun u boshqa chiqaranmaydigan harflar yo'q. Oyatni tafol etgan, lekin tepib turib, o'sha harflar bor oyatni o'qigan bo'lsa, uning namozi qabul emas degan qarashdan bo'ldi. Ya yuqoridagi qiraatsiz namoz o'qigan qoriga o'xshash to'g'ri emas deguchilarmi bor yoki go'chiga o'xshash, go'chimi o'zi yolg'iz namoz o'qigan chog'da demmaganlikdan uning namozi qabul bo'ladi deganga o'xshash, uma demmi qolganlik uchun uning namozi qabul bo'ladi deganlar bor. Bi xilofil akhras go'chini bunga o'xshamaydi. Fa in li'annahu qad la yajid imam. Chunki o gachi degan ba'zi imomni topolmaydi. Imom topolmagandan keyin o'zi yolg'iz namoz o'qiydi. Qala va yajuzu iqtida'ul mutawaddi bil mutayammim. Musannif deydi, endi tarat olgan kishiningki tayammum qilgan kishiga iqtido qilishi durust. Bir odam tarat apti, tarat elib namoz o'qigan kishi tayammum qilgan kishiga iqtido qilsa bo'lmaydi. İktidar qilsa bo'ladi, durust. Va qala Muhammad la yaz. İmam Muhammad rahimulloh bundaq deydi, la yajuzu. Bu durust emas, to'g'ri bo'lmaydi. Li anna tayammum taharatun zururiyya ka taharati sohibil uzri. Bu İmam Muhammadning durust emas deyishi, chunki tayammum degan sohibi uzrining, ya'ni uzrisi va odamning tahoratiga o'xshash zurriyat tahorat. Asli yo'q o taharatçı. Asli yo'q taharat. Yani o su tapanmaganlıktan, ya suni işletişki qadiri bulanmaganlıktan, yani ya kesel ig'irlab qoladi, ya kesel uzrab ketadi degandek. Bu birisi yoki suni ishlatishga qodir emas, ya su qattiq so'g'ib bulab ketganlikdan, ya su tapanmaganlikdan, ya bo'lsa-mu onu elishga qodir emas. Ayat dengizda tushib alanmaydi. Bunda bir holatda zurur ham o'rincha tayammum qilish. Tayammum bilan andin tarat olgan bo'lgan bo'ldi. Endi bu xil zurriy tarat bilan namoz o'qigan kishi haqiqiy tarat bilan namoz o'qigan kishiga imom bo'lsa bo'lmaydi deb İmam Muhammad rahimulloh dedi. Xuddi biz yuqorida vala yaqtadi tahiru bi sahibi uzrin dedik ya, sahibi uzriga tahir iqtido qilsa bo'lmaydi degandek. Valana hamda bizning dalilimiz tuanda rivoyat qilingan bir hadis. Bu hadisni İmam Abu Davud chiqargan hadisken sahih hadis.
Bu hadis enne Amr ibn al-As ecnebe fi leyletin baride. Amr ibn al-As radıyallahu anh bir soğuk keçide, hava qattiq soğuk, qishliq bo'lamdi ish qilib, muzluğan, yani su muzluğan, hava bak soğuk bir keçisi şeyden axlab qaldı, ihtilam bulab qaldı. Fatayammama ihtilam bulab qilib, su soğuk, yani bir soğuk suda taharet alsa, istingudek yamu yok. Bunda bir hal hamda. O soğuk su qattiq ziyon qiladi. Taharet almak, taharet alsa qiyin, inson chidiqli bo'lmaydigan bunda bir hal. Shuning bilan tayammum qildi bu Amr ibn al-As. Va salla bi ashabihi, ashablari bilan imom bo'lib namoz o'qidi, ashablar. Başqalarının tahareti bağlı. Sümme ukhbira bizalika Rasulullah. Am bu hal, bu iş Rasulullah değildi. Bunda bir iş boğan. Biz Amr ibn al-As bilan birga yetib döp. Kechilikda Amr ibn al-As ihtilam bo'lib qapti. O bizga tayammum qilib namozni imom bo'lib o'qib berdi, biz iqtido qildik deganda. Falam ya'muruhum bil i'ada. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni i'adaga buyurmadi. Qayt o'qinglar deb bununla buyurmadi Payg'ambar alayhisolatu vasallam. Demak, mushuning o'zi taharet olgan kishiningki iqtido, tayammum qilgan kishiga iqtido qilsa bo'ladiganligini chiqadi. Ve kad taqaddama anna tayammuma taharetun 'inda adamil ma. Yuqorida o'tib ketdi hamimizga, hammalarga ma'lum darsimizning o'sha tayammum babida so'zlab o'tdikki, tayammum degan su bo'lmagan chaqda haqiqiy taharet bu. Endi taharet ishki su bor chaqda su bilan, su yo'q chaqda tayammum bilan. Bu haqiqiy taharet bu. Unda majoziy taharet emas. Fakane iqtida tahirin bitayin. Bu tayammum qilg'uchiga iqtido qilganlik, o tahirning tahir iqtido qilganlik o. Yani tahir odamning iqtido qilganlik o. Unda taharetni yani zurratan ya hukmen tahir odamningki haqiqatan tahir odamga iqtido qilganlik emas. Qala vel ghasili bil masiha. G'usl qilgan odamning vel g'asil degan yugan, oyoq tartibi bor, ya'ni oyoq tartibi yo'q, putni yo'q chiqqan kishiningki masi qilgan, ya'ni oyoq tartibi bor, o'zining o'tigiga, masisiga masi qilgan kishiga iqtido qilish bu durust. Li'annal khuffa yamna'u wusul al-hadas ila ar-rijl. Nima uchun? Yuqorida biz babul mashi alal khuffayn degan shu babda to'xtalib o'tdik. Chunki o'tik taharatsizlikningki putqa yetib kelishini to'sidi ya. Yuqorida degan putqa taharat elib o'takni kelgandan keyin taharat singan bo'lsa, o taharat singan taharatsizlik ta aşı ötükni kelgan kishining vushqiga kelib to'xtab qoladi. Uning ingi o'tmaydi. Chunki uni o'tak to'sidi. Anniki boshqa yerlarini yub taharat olgan bo'lsa, u vaqtda u kishiningki putini asli yugan bo'lgandan keyin yub putini yuvish orqali taharat olgan kishiningki o'rnida bo'ladi. Ya'ni shuning o'xshash bo'ladi. Bunda bo'lganlik uchun buni masih qilg'uchi, putni yuvuvchi bilan masih qilg'uchining o'rtasida farqi yo'q. Va innama yahillul hadasu bil khuff. Bu yerdagi hadas taharatsizlik o'takka keladi. O'takka tushidi va qadr tafa'a bil masih. Bu o'takdagi taharatsizlik masih qilish bilan ko'tariladi. Va qadr tafa'a bil masih ko'tarilib ketadi. Shunda o'takka masih qilgandan keyin, o'takka kelib to'xtagandan keyin taharatsizlik ko'tarilib ketadi, taharat paydo bo'ladi. Val qoimu bil qoid, uy turib namoz o'qiyotgan kishi, o'ltirib namoz o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'ladi. Xilofan li Muhammad. Imom Muhammad bunga qo'shilmoqlik. Bu gap azimida. Va huval qiyas. İmam Muhammed'in degeni qiyas endi. Ebay degandek, yuqorida degandek. Ashhadu mutavazzi'ning mutayammimga iqtido qilish durust emas. Chunki deydi-ku, sahibul o'zriga tahir iqtido qilsa bo'lmagandek bu qiyas. Li'annal qoima
aqwa halan deydi bu yani qiyos qilib u kuchlik degan nima uytug'uchi degan ahvol jihatda o'ltug'uchidan kuchli ya'ni bir qiyomdan iborat bir farzni ado qilgan bo'ldi unda o'g'anlik uchun u qiyomdan iborat farzni ado qilolmagan odamga ado qila olgan odamni ado qilish durust emas deydi valana endi bizning dalilimiz annahu sallallohu alayhi vasallam va bizning dalilimiz o payg'ambar alayhissalatu vassalam ya'ni annahu axiru salatin sallaha qaidan wan nasu khalfahu qiyamun. O payg'ambar alayhissalatu vassalam o'tgan namozning eng oxirisi payg'ambar o'ltirib namoz o'qidi. Odamlar payg'ambarning oxirida o'rtiroqliq. Debay deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng oxir qitimliq namozni masjidga chiqdi, o'ltirib o'qidi. Rasulullohga Abu Bakr iqtido qildi, Abu Bakrga boshqa sahobalar nima qildi? Iqtido qildi. Payg'ambar sallam o'ltiruqliq, odamlar keyin o'tiruqliq. Va bimislihi bunda uchuq hadis ya uchuq oyat nas kelgan chaqda qiyos tashlanadi. Buni qiyosni biz asos qilmaymiz. Qala wal mutanaffilu bil mubtariz naflu qilgan kishi farz o'qigan kishiga iqtido qilsa bo'ladi. Li'annahu az'atu halan. Chunki bu nima chunki naflu o'quvchi degan ahol jihatda ojizi va binoul ad'afi ala al-aqwa jaizun namda. Ojiz bo'lgan ojiz hul kuchlik hulning usti ojiz hulni kuchlikning ustiga qurib chiqish joiz. Bir ojiz bir narsani kuchlikning ustiga qursak bu durust. Ammo kuchlikni cho desa kuchlikni ojizning ustiga qurg'ila olmaydi. Chunki kuchlikni ojiz ko'tarolmaydi. Bu bir dalil. Ikkinchi vali annahu yahtoj ila niyati asl salah. İkinci bir dalil bu farz o'quvchi, nafl o'quvchi asli namozning niyatiga ehtiyojli. U mavjud aksining xilofi bilan deydi. Endi nafl namoz o'quvchimi namoz o'qishni niyat qilib boshlagan bo'lganligi uchun asli namozning niyati nima? Ba'unida. Bo'lgandan keyin durust. Aksining xilofi bilan farz o'quvchi لأن المبترز يحتاج إلى نية أصل الصلاة وإلى نية الفرضية. Ba nemede farz o'quvchi da undan olmaydi. Chunki farz o'quvchi asli namozning niyatiga bir muhtoj, ikkinchisi farziyat niyatiga bir muhtoj. Naflida namoz niyatiga muhtoj. Farzda ham namoz, ham farz. Masalan, namozdan nafl namoz, sunnat namoz, vojib namoz, farz namoz degandek bu xil farzlik ya vojiblik niyatida ham bo'lsa bo'lmaydi va namozlik niyati bo'lsa bo'lmaydi. Shunga mutanaffilga, ya'ni nafl o'qigan kishiga farz namoz o'qigan kishi iqtido qilsa bo'lmaydi. Bunda bo'lmaslikning sababi nafl o'quvchida namozning niyati bo'lsa-mu, ammo farz ya sunnat degan niyat yo'q. Ma'o nafl o'quvchi aniq iqtido qilsa bo'ladi. Va annahu ma'dumun o farzlikni niyat qilish mutanaffil nafl o'quvchida yo'q. Yo'q bo'lganligini o'dirish emas. Qala va man alima anna imamahu ala ghayri taharatin a'adda. Musannif deydi, endi imomning taharati bor yo'qligini ma'mum uqmaydi-da. Şu imamdan birisi o'ttirib chiqiblam namozni o'qisa iqtido qilib o'qiydigan gap. Ammo iqtido qiluvchi bilib qolib, kimki bilib qolsa o'zining imomining taratsiz ekanligini, tarati yo'q, chiqib namoz o'qiganligini bilsa, u qayta o'qiydi. Lima bayyana bir hadis asosan bayon qildik biz, anna salatul ma'mum mutaalliqatun bi salatil imam sihhatan va fasadan. Va yuqorida al imamu daminun degan bir hadis var ya. Yani ma'mumning namozi imomning namoziga qarashli sahih bo'lish jihatdan, ya'ni u namoz durust bo'lgan namozmi va buzuq namozmi, uyg'un emas namozmi, bu jihatda ma'mumning namoziga qarashli. Anda bo'lgandan keyin
imomning tartib olmasa uning namozi namoz bo'lmaydi. Unda bo'lganda ma'mumning namozi mo'cho iqtido qiluvchining namozi namoz bo'lmaydi. Muvali hazal ma'na yalzamul ma'mum sahvul imam. Bu jihatdan mana bu ma'noga asosan ma'mum bu imomning xatoligi lozim kelib qoladi. İmam xatolashibdi, esida yo'q, taratsiz o'qibdi yoki esida yo'q, tarixda badab gumonlab o'qigan bo'lsa, bu sahvisi imomga lozim qiladi. Va yaktafi bi qira'atihi law adrakahu fil ruku'. Amda bu imomning qiroati bilan kifoyalandi agar u kishi imomni rukuda topsa. Rukuda topgan bo'lsa, onun qiraatini anglagan bo'lsa, shu qiraat bilan kifoyalandi. Va iza kanat mutaalliqatan bi salatihi tafsudu bi salatihi. Uning namoziga esilgan bo'lsa, bog'lanishlik bo'lgan bo'lsa, o namozning buzilishi bilan uning namozini buzib ketadi. Qala va yajuzu an yabtaha ala imamihi. Durust bo'ladi o'zining imomiga luqma sapirishmi durust. İmam namaz o'qibdi, topolmay qolgan bo'lsa, keynida turgan kishidan birisi luqma sappasi bo'ladi. Liqavlihi alayhisalom izstat'amakal imamu fat'imhu degan bir hadis bor. Ana bu hadis marfu tariqasida payg'ambar alayhisolatu vassalamga marfu deb deyilgan, ammo unda emas ekan, bu ojiz ekan. Buni bo'lsa imom sana bir yordam talab qilsa, og'ziga sapirishni talab qilsa, an uning og'zini sappagan degan bir hadis bor. Mana bu hadisga asosan luqma sappasi bo'ladi deydi. Ana luqma sappasi imomi bo'lamdi, bo'lmamdi degan haqda buni ixtiloflar bor. Shu ixtiloflarga asosan shuni qarash kerak. Va la yanbaghi an yaftaha min sa'atihi. Amni to'g'ri emas, shu luqma yeyishga majbur bo'lib qolgan soatdan shu soatdan luqma sappirsa to'g'ri emas. La'alla al-imama yatazakkar, topolmay qolsa, injiqlab qolsa, shu hamon og'ziga sapirib olsak bo'lmaydi. Bir aslab qilish ehtimoli bor imomning. Bilan o'ylansa, chin tursa, aslab qilishimi, isin kap qilishim mumkin. Shuning uchun bu yerda topolmay qolgan hamon tiz sapasi bo'lmaydi. Va yanbaghi lil-imama an la yulji'ahu ila al-fath. Imomga bu iqtido qilguvchini og'ziga sapirishga majburlamaslik lozim. Bir tusa qalab shunda turib, ya ruku qilmagan, ya qiroatning oxirini topolmagan, injiqlab turib, keynidagi odamni deb berishga qissi bo'lmaydi. Fa in kana qara'a miqdara ma tajuzu bihi salat yarkahu. Agar o imom uning bilan namoz durust bo'ladigan qiroat miqdori qiroat qilgan bo'lsa, ruku qilib o'tadi. Masalan, uzun bir oyat yoki qisqa 3 oyatni o'qib bo'lib elishib ketgan bo'lsa, turib ashari til chaynab, injiqlab, keyniga yenib turib qilmay rukulam qilib o'tish kerak. Qala va in fataha ala ghayrihi fasadat salatuhu. Musannif deydi, agar g'ayriga imomdan boshqasiga luqma sappasa, uning namozi buziladi. Endi qashda birisi namoz o'qiyotgan bo'lsa, imomi emas, imomdan birikiga, bilak bir kishiga luqma sappagan bo'lsa, uning namozi buziladi. Li'annahu ta'limun va ta'allumun. Chunki bu bir ma'noda o'rgatganlik va o'rganganlik. Luqma sappagan kishi o'rgatgan bo'ladi, luqmani olgan kishi o'rgatgan bo'ladi. Bu ta'lim ta'allum, o ta'lim ta'allum degan durust emas o namozning ichida, o gap bo'lib qoladi. Va huwa al-qiyas fi imamihi. Ana bu imom o'zining imomini, masalan, iqtido qiluvchi o'zininki iqtido qilayotgan imom topolmay qolgan bo'lsa, u vaqtdami luqma sappagan bo'lsa, bu ta'lim ta'allum hamda bir ma'noda keynida turgan odam luqma sappagan bo'ldi, imom uni olgan bo'ldi, bu ta'lim ta'allum, bu uning imomidagi qiyos bu. Illa annana taraknahu bima rawayna. Ama qiyos anda bo'lsa-mu, lekin biz o imomni qo'yib qo'ydik, ya'ni o imomga luqma sappasi bo'ladi degan
delilga asasen o imamga lokma sepbergen bolsa o çağda onun namazı bozulmaydı dep koyup koyduk. Bu birisi. İkinci birisi yani yukarıdaki izestatamekel imamu fat'anhu degan hadis asasen ma'nuli bo'ladi. Ve ikinci birisi ve fihi islahu salatihi. İkinci birisi bunun da özünün namazının o'xshashma. İmamның namazı buzulup ketse, onun namazı buzulup ketadi. İmamның namazı tuzulsa, özünün namazı tuzuladi. Şuna birinci imamның namazının o'xshashwa, imamның namazının o'xshash bilan özünün namazının o'xshashwa. Bunda bo'lganlik uchun ma'noda durust. Fattaraqa şunu bu ikki masala ayrıldı ki başka imamdan bilak, imamdan başka kişiga lokma sepbergen bo'lsa, o durust emas. Anında biri hadis var, yani biri özünün namazını, imamның namazını o'xshashma. Qala ve men uhsira anil qiraati aslan. Avgo amdi tapanmay, injiqlab, dudaqlab qolgan kishi. Bu sendim deydi, qiraatdan mutlaq to'xtab qolgan kishi. Faqat og'ziga bir narsa kelmabdi. Jimla bo'lib qolibdi. Hech qandaq narsa chiqqili unmagan bo'lsa, başqasını aldığı çıqagan bolsa, gap keynidin birini tatqancha, siz o'qingman namazda mening og'zimga hech qanday bir narsa kelmadi, men qiroatni qilolmay qoldim deb qilgan bolsa, joiz, durust. Qala imamı Abu Yusuf bilan İmam Muhammed la yecuz, bu to'g'ri emas, bu durust emas. Li'annahu nadirun, çünkü o bak az botgan ish. Fala yuqasu ala mawridin nas. Uni hamda an-nasda kaginga, an-nasda izasta ta'amaka al-imam Fatim degan buningga kaginga qiyos qilinmaydi. Bu degan bak az bulab qatgan ish, unda kekishlab qatgan ish emas, mutlaq tumtaq to'xtab qoladigan, og'ziga bir narsa kagilmaydigan ish. Az bo'lganlik uchun bu durust emas. Uni shariatda kaginga. Aningda hamda ko'p bulab turdi, to'la bulab turdi. Bulab turganlik uchun uningda amal yo'q, ammo aningdan da qilsak bo'lmaydi. وله İmam Ebu Hanife'nin delili ennel istihlafe li'illatil aczi an tamami vakat vücida. Bu yerde urun basar kılış, yani özü kıraatni tapanmagan bolsa, nima o'qishni bilinmagan bolsa, hech narsa og'ziga kelgan unmagan bolsa, keynidan birini o'zining o'rnidan chiqarish, to'liq ado qilishdan ojiz kelganlik uchun bo'ldi. Vakat vücuda aciz kelganlikning sababidan vakat vücuda ameliyatda tepildi bu acizlik. Shundami? Ameliyatda tepilganlik uchun aciz kelgan chaqda iza saqata iza ajaza saqata degan bir gap bor. Hamda aciz kelsa saqt bo'ladi o taklif degan gap bor. Shunga o odam aciz kelganligi taklif saqt bo'ldi. Va la nusallimu annahu nadir, biz uningga az o degan az bo'ladi, az bo'lganlik uchun durust bo'ladi degan unmaymiz. Walau qara'a ma tajuzu bihi salatu la yajuzu. Agar uning bilan namoz durust bo'lg'idak, ya bir oyat, uzun bir oyat, ya qisqa 3 oyatni o'qib salsa, bil ijmo durust emas. Ammo shu istiftahni başlaplam ağzıga ne sürü Fatiha, ne kıraat, hiç nesi kelmepti. Kemin lam bulap kalkan bolsa, o vakti durust emas. Biz deymiz, o vakti İmam Ebu Hanife'nin karşıda durust, iki imamının karşıda durust emas. Çünkü bu degan bir az bir iş, bek az bo'lganlik uchun bu yerda aldığı çıkarganın onda çoğum namazını bozup bilik imam olsun deydi. İmam Ebu Hanife bunu da bu. Çünkü aciz kelganlikdan bo'ldi, aciz kelganlik ameliyatda bo'lganlikdan o aldığı açık boş durust dedi. Hem namazın içi de bazı bir hareketli var, birinci rekatın, ikinci rekatın ötüdüğün ya kaçtık adamını kaçka tatip bakıp tuğuzup koyduğun mu durust? Kale ve in qanata imamuhu fil fecr sakata. Eğer onun imamı bomdatı kunut kalsa cim turdu. O billah okumaydı. Ve kad bayyannahu biz buna kunutta bayan kıpırdık. Çünkü bazen karışlarda durust emas. Yani bomdattan başka nima, vetirdan başkası okusa bo'lmaydi deb ba'zi qarashlarda yani bo'ladi deb bunga dalil
xilmi-xil bo'lganligi uchun agar imomi bomdatni qudut o'qisa, u jim turdi. Angla, jim turdi, billa o'qimaydi. Demak, yuqoridagi kim kimga iqtido qilish, kim kimga ergishish haqida darsimiz davom etdi. Tündeki dersimizde namoz qanchalik bir ish harakatni namozning ichida qilsa bo'ladi. Uning ruxsat qanchalik qilsa bo'lmaydi. Namoz qanday bir ish harakatlar bilan buziladi, qanday ish harakatlar bilan buzilmaydi. Bu haqda davomlashadi inshaalloh. Dersimiz her vaqt davom etgisi. Allah subhanahu wa taala dersimizni davom etgisi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.